Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays turfirmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga yanvar oyiga yangi qabullar, chegirmali narxlar e'lon qilingan, shular haqida batafsil ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Bugungi video syomkamizni Qahramon akamiz bilan birgalikda davom ettiramiz. Assalomu alaykum Qahramon aka. Alaykum assalom. Yaxshi oldingizmi? Rahmat, charchamayapsizmi aka ishlar bilan? Qahramon aka, hozirgi kunda safarimiz haqida ma'lumotdan boshlasak, ya'ni qachon va qayerdan reyslarimiz bor, shularni birma-bir obunachilarimizga aytib o'tib ketsangiz. Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'linadi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal. O'zimiz o'zbek akalarimiz tayyorlagan taomlar bo'ladi. Gastitsamiz oraliqlari, gastitsamiz 4 yulduzli bo'ladi. Pokiza, chiroyli. Gastitsamiz oraliqlari Madinada 150-200 metr, Makkada 1,5-2 kilometr oralig'ida bo'ladi. Gastitsamiz 24 soat davomida avtobuslarimiz bo'ladi. Ibodatdan tashqari yana chiqish bo'ladigan bo'lsa, yurgani qiynaluvchilar uchun avtobuslarimiz turadi kechasi kunduzi. Xudo xolasa. Xo'p, hozirgi kunda qat-qatlardan reyslarimiz bo'lyapti, Qahramon aka. Xo'p, hozirgi kunda Vodiydan, Farg'onadan, Namangandan reysimiz bor. Farg'onadan haftada 2 kun reysimiz bor. Seshanba, chorshanba kunlari prommoy reyslarimiz, Namangandan esa haftada 1 kun bo'ladi. Toshkentdan kunora reyslarimiz bor. Xudo xolasa. Hozirgi kunda, ya'ni Toshkent, Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri reyslar amalga oshirilyapti. Shunday. Xo'p, bundan tashqari 14 kun safar mobaynida sayohat va ziyoratlar ham bo'ladimi? Xo'p, 14 kun davomida sayohat ziyoratlarimiz bo'ladi, zerikilmaydi. 10 dan ortiq ziyoratlarimiz bor. Qizil dengizga, Arafat tog'i, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i, Uhud tog'i va shunday kabi ziyoratlarimizga olib chiqiladi. Xudo xolasa. Xo'p, endi kulminatsion jarayon bu narxida bo'ladi. Qahramon aka, hozirgi kunda mana shu yanvar oyini oxirigacha narxlarimiz Vodiydan va Toshkent yo'nalishi bo'yicha narxlarimiz qanday bo'lyapti? Xo'p, Vodiydan siz obunachilaringiz yoshi oliyjanoblar ko'rib telefon qilyapmiz desa, Farg'ona, Namangandan 1035 dollardan qilib beramiz. Toshkentdan esa 1000 dollardan qilib beramiz. Chegirma asosida qilib. 1000 dollar Toshkentdan, qolgan Vodiydan 1030 dollardan qilib berilyapti. Agar bitta oiladan 3-4 kishi bo'lib telefon qilishadigan bo'lsa, chiroyli narxda chegirma qilib beramiz. Tushunarli. Xo'p, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi? Xo'p, to'lovlarni biz onlayn tarzda 12 viloyatga onlayn tarzda ish faoliyatimizni olib boramiz. O'zlariga ma'qul bo'lgan kunlarni belgilashsa, Zagreb pasport tashashadi. Biz shot raqam beramiz. Centrum Holidaysda shot raqamini beramiz. O'zlariga qulay bo'lgan bankdan to'lashaveradi. Agar bizni Vodiydan kuzatib turgan bo'lsa, ofisga boramiz, batafsil ma'lumot olamiz degan bo'lsa, bemalol ofisga kelib, ofisimizda rasmiy kassalarga to'lov qilishlari mumkin bo'ladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman. Ishonchli va garantiyali turfirma axtarib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va joylarni bron qilishlaring mumkin. Eng ishonchli va garantiyali turfirma Vodiyda yagona bo'lgan Centrum Holidays'dan siz obunachilarimizga tavsiya beramiz azizlar. Xo'p, Qahramon aka, xudo xolasa oliyjanoblar kanalidan chiqyapman deganlarga bonus va chegirmalar ham bo'ladi. Bo'ladi, chegirmalar qilib beramiz. Xudo xolasa. Do'stlar, batafsil ma'lumotlar ekrandagi raqamlarda bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Siz obunachilarimizga imkon qadar yangiliklar qilishda va chegirmali narxlar qilishdan to'xtamaymiz. Qahramon aka, sizga ham rahmat. Xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiy so'zingizda ehtiyot qiling. Rahmat.